Yoshlar mavzusidan uzoqlashmaymiz. Yana bir muvaffaqiyatni qo'lga kiritgan yosh singlimiz bilan suhbatlashamiz. Albatta, 9-14 iyun kunlari Buxoro shahrida ilk marotaba Abu Ali ibn Sino nomidagi xalqaro biologiya olimpiadasi o'tkazildi. Unda Rossiya, Saudiya Arabiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Mongoliya, Ozarbayjon, Hindiston, Kuvayt, Belorussiya, Qatar, Gruziya, Tailand, Vyetnam, Xitoy, Turkiya davlatlaridan kelgan hamda O'zbekiston vakillaridan iborat bo'lgan jamoalar ham o'ziga xos bahslarda ishtirok etishdi. Hozir shu mamlakatlarni saraganimizdan ko'rinib turibdiki, bu xalqaro olimpiada juda ham bir shiddatli bahslarga boy bo'lib o'tgan. Albatta, bilim darajasi baland bo'lgan o'quvchilar bir nuqtada jamlangani bilan ahamiyatli va shu muvaffaqiyatlar ichida bizni quvontirgani Xorazm viloyatida ta'lim oladigan o'quvchilar qatorida birinchi bora mana Asalxon Sharipova ushbu xalqaro olimpiadada medal qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldilar, to'g'rimi? Bronza medalni qo'lga kiritdilar va bugun dasturimizga ushbu g'olibamiz taklif etganmiz. Galdagi mehmonimiz aynan Asalxon Sharipova va ularning ustozlari Dilnura Xo'jayozova bo'ladilar. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Studiyamizda ko'rganimizdan xursandmiz. Muvaffaqiyatlar bilan tabriklaymiz. Hozir biz mana shu lavha davomida ozgina suhbatlarga kirishgan edik va Murodbekni qiynayotgan savollarga javob oldik va qanday qilib mana bu natijalarga erishganlari haqida suhbatlashdik. Yana endi keling biz yurtdoshlarimizni ham shular bilan suhbatimizni keti sifatida, davomi sifatida bahramand etamiz. Endi ustoz, juda ko'p o'quvchilaringiz yaxshi muvaffaqiyatlarga erishganini bilamiz. Shular qatorida mana Asalxon. Keling, bu o'quvchimiz bilan tayyorgarliklar qanday bo'ldi, qachon boshlandi va bu siz uchun yaxshi bir muvaffaqiyat bo'ldi. Mana xalqaro olimpiadada qo'lga kiritilgan ilk natija Xorazm viloyatidan, biologiya fanidan, to'g'rimi? Marhamat. Avvalambor muborak bo'lsin muvaffaqiyatlar. Sizni ham tabriklaymiz. Urganch tumanidagi 27-son maktab biologiya fani o'qituvchisiman. Shogirdim Sharipova Asalxon 10-sinfni tugatdi bu yil. Ustozni bog'bonga qiyoslasak, bog'bon urug'ni ekadi, sabr toqat bilan uni daraxt bo'lishini va meva berishini kutadi. Men bugun qilgan mehnatlarim shunday natija bergandan, shunday meva bergandan juda ham xursandman. Shogirdlarim juda ko'p muvaffaqiyatga erishdi. Tuman miqyosida, viloyat miqyosida yaxshi natijalar ko'p. Hokim olimpiadasi kubogiga ega bo'ldi bitta o'quvchim. 2 nafar o'quvchim fan olimpiadasida yaxshi natija ko'rsatdi. Viloyat bosqichida Asalxon Sharipova ham viloyat bosqichida yaxshi natijalar ko'rsatib, respublika bosqichida ham muvaffaqiyatli qatnashdi va xalqaro olimpiadaga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Xalqaro olimpiadada muvaffaqiyatli qatnashib, bronza medali sohibasiga aylandi. Bundan juda ham xursandman. Ajoyib natija. Asalxon, zo'r bo'ldimi olimpiada? Ha, olimpiada juda ham yuqori saviyada bo'ldi. U yerga juda ham ko'p davlatlardan ishtirokchilar keldi, eng kuchli o'quvchilar keldi va olimpiada ham juda ham qiziqarli bo'ldi. Biz uchun hamma sharoitlarni yaratib berishdilar va biz o'quvchilar bilan o'zimiz fikr almashib, boshqa chet o'quvchilar bilan tanishib, o'zimizni fikrlarimizni boyitib, yanada do'stlar topdik. Olimpiada juda ham qiziqarli bo'ldi. Qiyin bo'lmadimi masalalar? Olimpiadadagi savollar juda ham yuqori saviyada, xalqaro darajada tuzilgan. Biroz qiyinchilik tug'dirdi, lekin yechdik va natija bo'ldi. Unda laboratoriya qismlari bo'ldi. Laboratoriya qismida kompyuter sohasi bor. Biologiyada bioinformatika degan o'sha bo'yicha bo'ldi va laboratoriyada yana zoologiya fanidan bo'ldi. Baliqlar turini aniqlash bo'ldi. Juda ham qiziqarli bo'ldi. Hamma narsa juda ham chiroyli qilib biz uchun yetirib berishdi. Juda ham zo'r bo'ldi. Tashkilotchilik ishlariga gap yo'q, xullas. Asalxon, endi bu natijalarga birdan erishib bo'lmaydi. Xalqaro sinovlarga birdaniga chiqib bo'lmaydi. Undan oldin saralash bosqichlari ham bo'lib o'tdimi? Ha, saralash bosqichlari bo'lib o'tdi. Bunda dastlab o'zi tumanimizda birinchi o'rin olish kerak edi, keyin viloyatda o'rin olish kerak va birinchi saralash bo'ladi. O'zbekistonda 300 ta o'quvchi qatnashadi, 300 dan ortiq o'quvchi qatnashadi. O'sha viloyatda hammasi 5
beshtalikka kirgan. Bunda 25 ta o'quvchi saralanib olinadi. Keyin 25 talik o'quvchi yana tayyorgarlik ko'radida ikkinchi saralash bo'ladi. Bunda keyin eng kuchli 12 talik o'quvchi saralanib olinadi va o'sha 12 talik o'quvchining ichiga kirdim va bu xalqaro olimpiadada qatnashish imkoniyatini qo'lga kiritdim. Qaysi mamlakat vakillari yaxshi natijalar ko'rsatishdi? Eng zo'r natijani ko'rsatgan bu menimcha Rossiya bo'ldi, chunki Rossiyadan kelgan o'quvchilarni menimcha ko'pchiligi medal oldi. 5 ta oltin medal ham va birinchi oltin medal ham Rossiyadan bo'ldi. Yaxshi tayyorgarlik bilan kelishgan demak. Ha, shunaqa. Demak, bir so'z bilan aytganda siz uchun bir tajriba ham bo'libdi, keyingi olimpiadalarga, to'g'rimi? Zo'r natijalarni qo'lga kiritish uchun yaxshi bir trampolin. Tabriklaymiz. Ota-onangiz ham xursand bo'lgan bo'lsa kerak, a? Ha, juda ham xursand bo'lishdi. Endi qanaqa maqsadlar qo'yapsiz oldingizga? Hozir mana 10-sinfda o'qir ekansiz. Xo'sh, nima rejalar? Bu bilan to'xtab qolmaysiz. Keyingi yil ham Xudo xohlasa nufuzli xalqaro olimpiadalar bo'ladi. O'shalarga qatnashib, Xudo xohlasa oltin medal olish niyatim bor va kelajakda yurtimizga naf tegadigan inson bo'lishni xohlayman va shifokor bo'lmoqchiman va yurtimizga xizmat qiladigan inson bo'lmoqchiman. Rahmat. Ustoz, bunday shogirdlaringiz ko'p, bilamiz. Xo'sh, ulardan ilhomlanib siz ham kuch olasizmi? Albatta. Asalxon Sharipovani olimpiadachi sifatida tanlaganimda u hali 4-sinf o'quvchisi edi. Ko'p yillik mehnat. Olimpiadani natijasini ko'pincha eshitamiz, lekin uni ostida yotgan mashaqqatli mehnat ko'pincha ko'rinmay qoladi. Shu qizni sinfdoshlaridan ajralib turadi, talantli, aytilgan topshiriqni vaqtida bajaradigan o'quvchi bo'lgani uchun ajralib turgan men uchun ham va olimpiadachi sifatida tanlaganman 4-sinfda. 5 yil, 6 yil davomida shug'ullanib, shunday natijaga erishdik. Lekin olimpiada tayyorgarlik jarayoni faqat ustoz va shogirdni o'zini mehnati bilan bo'lmaydi. Albatta bu jarayonda shu maktabning jamoasi, aynan 27-son maktab jamoasiga men minnatdorchilik bildiraman. Bizlarni har taraflama qo'llab-quvvatlab, bizlarga motivatsiya berib turganlar har doim. Yana Asalxon Sharipovani onalari shu maktabni ta'lim-tarbiyaviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari hisoblanadi. Onasiga katta minnatdorchilik bildiraman. Har bir buyuk inson, yaxshi shaxsni yetishtirishda albatta onaning roli katta bo'ladi. Har bir olimpiadada kerak bo'lsa, men o'zim e'tibor bermay o'tkazib yuborgan ayrim savollarni onasi tahlil etib o'tirgan. Bizdan ham oldin. Men shuning uchun onasining mehnatlari juda ham katta deb hisoblayman va shunday farzandni yetishtirib bergani uchun rahmat aytaman. Rahmat. Sizga ham katta tashakkur. Keyingi faoliyatingizda omad tilaymiz. Yana bir bora tabriklaymiz. Omon bo'linglar. Rahmat. Albatta, muvaffaqiyatlar yana bir bora muborak bo'lsin deymiz va Salom Xorazm musiqiy dam olish dasturini davom ettiramiz.